Sizlarda ham xuddi mana shunday ekraningizdagi animatsiyali ob'y qo'yishni bilasizlarmi? Agar bilmasanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga qanaqa qilib buni sizlarga uстановка qilib o'rnatishni va har xil uchunga o'xshash temalarni qayerdan olib, mana shu programmaga yuklashni sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Uning uchun like hamda podpisa tugmasini bosib ketishni unutmanglar. Unday bo'lsa, ketdik. Buning uchun bizga kerak bo'ladigani mana bunday wallpaper engine ilovasi kerak bo'ladi. Bu ilovani men o'zimni Telegram kanalimga joylab qo'yganman. Telegram kanalimni mana bu video описаниесі orqali bemalol kirib olishingiz mumkin. Va mana bu ilovani tortib, uстановка qilib bo'lgandan keyin mana shunday interfeys chiqadi. Mana shunday interfeys ichida ko'rib turibsizlar, mana bunda 4 ta yoki 5 ta, misol uchun, ob'ylar bo'ladi. Buni sizlar yana ham bir boshqa choralarni qo'shishingiz uchun Google Chrome'ga kirib olasizlar. Va Google Chrome'ga kirganingizdan so'ng mana bu yerga Versus Themes deb qidirib olamiz. Mana buni Versus Themes hamda birinchi chiqqan saytga kirib olamiz. Va kirib olganimizdan so'ng mana bu yerda bizga har xil mana shunday animationik nimalar chiqadi, wallpaperlar, ya'ni ob'ylar chiqadi. Buning ichida mana bu kategoriyalari bor. Bundan o'zingizga yoqadigan bemalol kategoriyadan o'zingizga yoqqanini olib bemalol o'rnatsanglar bo'ladi. Buning uchun mana shunday o'zingizga yoqqanini ichiga kirib, mana bu yerda download file deb bosamiz. Hamda bosganimizdan so'ng mana bu yerda download PC deb bosib olamiz va bosib bo'lganimizdan so'ng bizga mana shu fayl mana shu faylimizga tushadi, загрузка ichiga va tushgandan so'ng biz oxirgi marta ko'chirib olganimizni mana ko'rishingiz mumkin. 14-15 ga ko'chirib olingan. Men buni oldinroq ko'chirib olgan edim. Shuni sizlar izvilish qilib buni ochib olasizlar. Mana izvilish. Mana bizda buni izvilish qilib chiqarib oldi. Endi biz qiladigan ishimiz ana shu ilovaga qaytamiz hamda mana bunday open wallpaper mana shuni bosib, mana bu yerda open offline wallpaper mana shuni bosamiz va bosganimizdan so'ng mana bu oyna chiqadi va загрузкаga kirib ana shu faylni tanlab qo'yishimiz kerak. Esingizlarda tursin, bu fayl tanlaganlardan keyin bu faylni mana shu загрузкаdan o'chirib olmaslik kerak yoki bundan oldin sizlar faylni olib boshqa bir ishonchli biror bir papkaga saqlab qo'yishingiz kerak. Mana shuni tanlaymiz, o'zimizga kerakligini va открыть tugmasini bosamiz. Va bosganimizdan so'ng OK tugmasini bosamiz. Hamda ko'rib turganlaringizdek mana bunday animationik, ya'ni wallpaper ob'y mana shu ekranlarga joylanadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like hamda podpisa tugmasini bosib ketishni unutmanglar va texnologiya dunyosidan nimalarni bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketishni ham unutmanglar.